Ostoxonalarni tozalab yurgan ekan, ko'zim tushdi. Juda muhtoj odamga o'xshaydi. Balki yordam kerakdir. Yordam qilamiz. Birodarim, bu insonga yordam kerak emas, o'zi muhtojlarga yordam berib yuradi. Bu yoqqa kelishidan maqsadi kibrga berilib ketmasligi uchun tahoratxonalarni tozalab yuradi. Alloh rozi bo'lsin, hammaga yordam berib yuradi, saxiy inson. Alloh rozi bo'lsin bu insondan. Baraka topsin.